Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Boshlagan kunlaringiz xayrli va barakatli bo'lsin. Shunga haqqında qisqacha video qo'ydim. Endi kimga yoqqandir, kimga yoqmagandir, endi o'zlari biladi. Men bir fikrimni bildirib o'taman. Narigi videodan fikrimni bildirganman. Aynan meni ish qilgan ishimni qilinglar degan emasman. Qilmanglar, kim bilganicha ishlasin. Просто men fikrimni bildirib o'taman. Bu aytib qo'yamadim. Doğru kuzok testi bu apşipga qo'ygan vaqtda apşipga chishib qolmaydi. Buni orqa tarafidan ursanızlar. Mana moshisi machotchi bo'ladi. Shunday ham narsa bo'lmaydi. Menga splashi urgandan ham sifatli bo'ladi. Men endi hayot tajribamdan aytaman. Stajirovka degan narsa mazza aytilmaydi. Buni ichidan nishat volik urasan deydi ular uchun. Polni aylana mexanizmini olib tashlasa, qo'l spokойно yuradi. Intilgan yo'lini topaveradi. Ozgina izlanish kerak. Lekin bu meni fikrim. Xohlaganingizcha ishlanglar. Usta akalar, sizlarni birlaringizda ketmasin. Salomat bo'linglar.